Joynamoz olayotganda judayam ehtiyot bo'lishingiz kerak. Yusuf ismli inson joynamozini doim namozdan keyin o'pardi. Bilasizlar bu qanday chiroyli tuyg'uligini, lekin u joynamozida Allohga qarshi bo'lgan narsalar, jin, shayton chizilganligiga ahamiyat bermagan va o'pgani sari o'sha joynamozdagi jin uni yaxshi ko'rib qolgan va doim ko'ziga ko'rinadigan bo'lib qolgan. U qanchalik ket deyishiga qaramasdan ustidan kulib unga tegijonlik qilardi. Va Yusuf bu narsani hammaga ko'rsatish uchun muloqot davomida kamerani qo'yib qo'yadi, boshqa odamlar ko'rishi uchun. Lekin u jonli efirda hamma Yusufni yomonlaydi, hamma Yusufni jinniga chiqaradi, chunki jinni Yusufdan tashqari hech kim ko'rmagan. Shundan keyin Yusuf joynamozini tashladi va yo'q bordi va hozirda u islomiy klinikada davolanyapti, lekin haligacha ko'ziga u jin ko'rinadi. Va bu joynamozlar mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Eng achinarlisi shundaki, bunaqa ko'rinishdagi joynamozlar hozirgacha chiqarilyapti va siz juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Kimgadir sovg'a berayotganda yoki o'zingizga olayotganda hech qanaqa bezaksiz, hech qanaqa naqshsiz bo'lgan joynamozni olib sovg'a qilganingiz yoki o'qiganingiz yaxshiroq. Bu videoni shunaqa joynamozi bor insonlarga yoki bilmaydigan insonlarga jo'natib qo'ying.